Salom sizlar bilan Timur. Do'stlar, 3 kun oldin mana shu Samsung Galaxy S26 Ultra ni taqdimoti bo'lib o'tdi. Uni sizlar bilan birgalikda biz taqdimotini o'tkazdik, juda ham zo'r vaqt o'tkazdik. Kim kirgan bo'lsa kattakon rahmat va o'sha taqdimotni bu kunisiga yo'q, mana bu telefon meni qo'limda paydo bo'ldi do'stlar. Siz hozir aytishingiz mumkin. Timur aka, nega siz birinchi bo'lib turib obzor qilmadingiz yoki nega siz oxirgi bo'lib obzor qilyapsiz? Shunchalik ham dangasa olib ketdingizmi deb. Yo'q, dangasa bo'lganim yo'q do'stlar, chunki bu telefon meni qo'limda bu kunisidanoq bor edi. Bu kunisidanoq men video chiqarishim mumkin edi, lekin u video xomroq bo'lib qolishidan qo'rqdim. Men har safar obzor qilayotgan paytimda telefon bilan vaqt o'tkazishim kerak-da. Sizga bir narsani gapirib berishdan oldin u bilan vaqt o'tkazishim kerak, uni o'rganishim kerak, ikir-chikirlarini, minus tomonlarini ana undan keyin men sizlarga bu telefon haqida bir narsa gapirib bera olaman. Xo'sh, mana shu kun keldi do'stlar. Hammaga yoqimli ishtaha, menimcha siz iftorlik paytida ko'ryapsiz bu videoni. Biz ham aynan iftorlik paytiga bu videoni chiqardik, mazza qilib ko'rishingiz uchun. Sizdan bitta like, kanalimizga albatta obuna bo'lib keting. Sizdan uncha ko'p narsa talab qilinmaydi, lekin menga juda ham yoqimli bo'ladi. Bu kanalning rivojiga juda katta hissa qo'shadi do'stlar. Biz boshladik. Birinchi gapirmoqchi bo'lgan narsam albatta bu dizayn, ya'ni tashqi ko'rinish. Bu yili Samsung Galaxy S26 Ultra'mizni tashqi ko'rinishida prakticheski hech qanday o'zgarish yo'q do'stlar. Mana men sizga ko'rsatyapman, hech qanday o'zgarish yo'q. Hozir men S25 Ultra'ni olib kelib ikkalasini yonma-yon qo'yadigan bo'lsam va ma'lum bir masofadan ushlab tursam, hech kim, даже Samsung ishlatadigan odam ham uni ajrata olmay qolishi mumkin. Faqatgina rangidan ajrata olasiz. Bu narsa bilasizmi, nafaqat Samsungga tegishli, balki Apple'ga ham tegishli va boshqa kompaniyalarga ham tegishli. Yildan yilga yangi telefon chiqaradi, lekin dizaynda hech bola o'zgarmaydi. O'tgan yilgi S25 Ultra bilan yagona farqi bu gabaritlari ozgina boshqacha. Masalan, buni salgina ingichkaroq qilishgan, salgina kichkinaroq qilishgan, salgina yengilroq qilishganda. Nima uchun bunaqa narsa qilinadi? Chunki sizni o'tgan yilgi S25 Ultra ga to'g'ri keladigan chexol va aksessuarlaringiz yangi telefonga to'g'ri kelmasligi kerak. Nega? Chunki agarda o'tgan yilgi chexollaringiz yangi telefonga to'g'ri kelsa, to chexol ishlab chiqarish industriyasida pul aylanmay qoladi. O'sha chexol ishlab chiqaradiganlar uyiga nima deydi, 2 ta non yoki 1 kilo go'sht olib kira olmay qoladi. Tushunyapsizmi? Ana shuning uchun ham kompaniya, ya'ni Samsungning o'zi mana shunaqa gabaritini ozroq o'zgartirib qo'yadi-ki, knopkani joylashuvini ozroq teparoq, pastroq qilib qo'yadi-da. Tushunyapsizmi? Hatto dizayn kod o'zgargani yo'q. O'sha mana kameralarning joylashuvi, masalan, knopkalarning joylashuvi hammasi o'sha joyida. Agarda o'zgarishlarini ikir-chikirgacha gapiradigan bo'lsam, boya aytganimdek, mana bu Galaxy S26 Ultra yoqimli darajada o'tgan yilgi telefonga qaraganda ingichkalashgan, yengillashgan, qo'lda ushlash uni qulayroq bo'lgan. Ya'ni buni mana bu qirralari ham bor-ku, u darajada o'tkir emas. Ya'ni siz mana bundoq telefonni ishlatayotgan paytingizda mana bu yeringizga qirrasi botmaydi va telefonni qo'lda ushlash yoqimliroq bo'ladi. Bu telefonda ham bu yili titanoviy korpusdan voz kechishibdi va oddiy alyuminiyni o'rnatishgan. Mana bu qirralari to'liqligicha endi alyuminiydan qilingan, orqa paneli esa o'sha shisha, ustiga mat qoplam bilan yopilgan. Endi alyuminiy qilganining sababi bu ishlab chiqaruvchi uchun har bitta ishlab chiqariladigan единицаni narxini arzonlashtirishda, tushunyapsizmi? Производственный расходni kamaytirish. Displey haqida gapiradigan bo'lsak, do'stlar, mana bu yerda o'sha o'zgarishlar bor. Bu nafaqat o'zgarishlar, balki meni o'ylashim bo'yicha bu innovatsiya. Kelinglar displeyni hajmidan boshlaymiz. Bunda 6.9 dyumlik dinamik AMOLED displey o'rnatilgan. Razresheniyasi 1440 ga 3120. Adaptiv yangilanish tezligi 120 Hz, ya'ni adaptiv deganda men nima demoqchiman? Masalan, siz qanaqadir matn o'qib o'tirgan bo'lsangiz, to displeyning gertsovkasi 1 Hz ga tushadi. Agarda siz o'yin o'ynayotgan bo'lsangiz, u 120 Hz ga chiqadi. Mana shunaqa adaptiv o'ynab turadi, tushunyapsizmi? Bu narsa nima uchun qilingan? Bu narsa sizning telefoningizning batareyasini ekonom qilish uchun qilingan. Agarda doimiy ravishda displey sizga 120 Hz ni berib turaversa, to batareya tezroq o'lib qoladi. Pikoviy yorug'ligiga keladigan bo'lsak, bu yerda 2600 nit do'stlar. Mana masalan, ichkarida ishlatish uchun gap bo'lishi mumkin emas, yetadi, lekin tashqarida qanchalik zo'r bilmayman, uni biz tekshirib ko'ramiz. No, meni bilishim bo'yicha smartfonlar olamida 2600 nit bu eng yuqori ko'rsatkich emas. Men 2600 nitdan ancha balandroq yarqiz beradigan telefonlarni ko'rganman do'stlar. Xo'sh, ko'chaga chiqdik, endi pikoviy yorug'ligini bir tekshirib ko'ramiz. Tak, o'zi pikoviyda turgan ekan. Mana bugun hali uncha quyosh yo'q. Havoni ko'ryapsiz. Tak. Yomon emas. Bundan yaxshiroq bo'lishini kutgandim, lekin to'g'risi.
Innovatsiya shundan iboratki, bu telefonimizda endi privacy display bor do'stlar. Endi siz telefoningizga tonirovkali stiklo o'rnatishingiz shart emas. Tushunyapsiz-a? Displeyni o'zida mana shunaqa funksiyasi bor. Masalan, biz displey nastroykasiga kiramiz, ana undan keyin privacy display degan joyni bunday yoqadigan bo'lsak, ko'ringizmi, yarqis ozgina o'ynadi. Ana endi men masalan chap tarafga yoki o'ng tarafga qiladigan bo'lsam, to yonimda o'tirgan odam 45 gradusda u narsani, ekrandagi nima bo'layotgan narsani ko'rmaydi. Bu texnologiyani qulayligi shundan iboratki, masalan, men doimiy ravishda mana shu funksiyani yoqib yurishim shart emas. Aytaylik, biz bu funksiyani qanaqadir bir ilovaga nastroyka qilib qo'yishimiz mumkin. Masalan, qarang, mana включение privacy display turibdi. Biz условия для включения ga kiramiz. Ana undan keyin приложениеga kiramiz. Masalan, biz kamerani yoqib qo'yamiz. Mana ko'ryapsiz, hozir ko'rinyapti. 45 gradusdan ko'rinyapti. Ana endi masalan men kameraga kiradigan bo'lsam, mana kameraga kirdim, endi 45 gradusdan hech vaqa ko'rinmaydi. Mana qarang. Hozir kameradan chiqib ketaman, ko'rinadi, kameraga kiraman, ko'rinmaydi. Kameradan chiqib ketaman, ko'rinadi, kameraga kiraman, ko'rinmaydi. Va menga eng yoqqan tomoni, masalan, siz metroda ketyapsiz yoki avtobusda ketyapsiz yoki jamoat joyidasiz va sizga qanaqadir shaxsiy maktub keldi, сообщение keldi, уведомление tepadan dib chiqadi-ku. Yoningizdagi odam o'shani ko'rib qolishini xohlamasangiz, siz butun ekranni boyagi затемнение qilishingiz shart emas, faqatgina o'sha уведомлениялар uchun o'sha funksiyani yoqib qo'yishingiz mumkin va u mana bunaqa tarzda aynan уведомление joyi ko'rsatilmaydi. Gap bo'lishi mumkin emas Samsung. Mana shunaqa texnologiya bilan men qoyil qoldim. O'ylaymanki, bu texnologiya endi boshqa telefon ishlab chiqaruvchi kompaniyalar ham qo'llashni boshlaydi va demak, Samsung bu yo'nalish bo'yicha trendni zadovat qilyapti. Birinchi u boshlab beryapti. Zo'r. Va siz mana shu privacy displayni xohlagan paytingiz yoqib qo'yishingiz mumkin, xohlagan paytingiz o'chirib qo'yishingiz mumkin, xullas xohlaganingizdagi custom qilishingiz mumkin. Har bitta yaxshi narsa bo'lgandan keyin uni o'ziga yarasha minus tomonlari ham bo'ladi. Va men shu narsani sizlarga ko'rsatmoqchiman. Masalan, qarang, hozir privacy display yoqilmagan, mana chap tarafdan ham, o'ng tarafdan ham ko'rinyapti. Men telefonga to'g'ridan to'g'ri qarab turib ham, ana bu privacy displayni yoqadigan bo'lsam, to nima deydi, yarqis ozgina tushyapti baribir. Xuddi tonirovka stiklo yopishtirgandagi darajada emas, no ozgina tushyapti. No, bu narsani tushunsa va Samsungga bu narsani kechirib yuborsa bo'ladi, chunki bunaqa texnologiya Samsungdan tashqari boshqa hech kimda yo'q, do'stlar. Mo'shisa keladigan bo'lsak, bu telefonimizda 8 yadroli Qualcomm'dan Snapdragon 855 protsessori o'rnatilgan va u bilan birgalikda 12 GB operativ xotira ishlaydi, do'stlar. Flash xotirasi esa bazada 256 GB versiya bilan keladi. Interfeysini ishlashiga keladigan bo'lsak, gap bo'lishi mumkin emas. Hech qanaqa qotish, lag, bug, frizda bo'lgani yo'q. Nega? Chunki birinchi navbatda, do'stlar, bu 2026-yilning flagmani. Unaqa bo'lishi kerak ham emas bu yerda. Masalan, sizning yaxshi ko'rgan o'yinlaringiz bor-ku, PUBG, Call of Duty, Balo, Battar, ana shu o'yinlarni prosta 1-2 ga yutib yuboradi, hazm qilib yuboradi. Men PUBG ga kirdim, grafika nastroykasiga kirdim, plavna va ultra extreme ga qo'ysa bo'lar ekan bu yerda va shuning natijasida PUBG prosta superski o'ynalyapti. Har bitta detalizatsiyasi qo'shilgan. 120 FPS beryapti. O'zingiz ko'rishingiz mumkin, gap bo'lishi mumkin emas, afshi kayf qildim. PUBG o'ynash natijasida telefonim albatta qizidi, lekin u darajada qattiq qizib ketgani yo'q. Ya'ni meni qo'limni kuydiradigan darajada qizigani yo'q. Endi любой telefon baribir nagruska berganingizdan keyin qiziydi. Nega unchalik qattiq qizib ketmagan? Chunki bu S26 Ultra da endi sovutish tizimini yangicha texnologiyasi o'ylab topilgan, ya'ni bu yerda maxsus teplootvod bor. Ya'ni issiqlikni tarqatish tizimi. Undan tashqari Call of Duty ham o'ynab ko'rdim. Call of Duty da ham maksimalniy nastroykaga qo'ydik va u yerda ham 120 FPS natijani olishga muvaffaq bo'ldik. Geekbench'dagi natijalarimizga keladigan bo'lsak, masalan, CPU bo'yicha bu yerda single core'da 3687 ball beryapti, multi-core'da 10814 ball beryapti. Aynan bu videoda men bu ko'rsatkichlarni masalan iPhone bilan taqqoslab ko'rmadim. Nega? Chunki bu shunchaki Samsung telefonimizning obzori. Samsung S26 Ultra bilan iPhone 17 Pro Max ni taqqoslash videosi u alohida chiqadi. U uchun kanalga obuna bo'lib qo'ying, o'sha rolikni yo'qotib qo'ymaslik uchun. Ana unda biz sinab ko'ramiz, unda biz taqqoslab ko'ramiz. Masalan, CPU bo'yicha ko'ringiz, endi marhamat GPU bo'yicha 21656 ballni ko'rsatyapti, do'stlar. Endi kamera haqida gaplashamiz, do'stlar. Meni bu safar Samsung haqiqatan ham lol qoldirdi. Da, gap bo'lishi mumkin emas. Bu yerda o'sha 200 megapiksellik sensor asosiy, tam Televika 50 megapiksel, tam ultra keng burchakli kamerasi ham 50 megapiksel va hokazo.
Meni quvontirgan narsa bu super stabilizatsiya bo'ldi, gorizontal blokirovka bilan. Nima qila olishini hozir men sizga ko'rsataman. Samsung Galaxy S26 Ultra'ning kamerasidagi stabilizatsiya menimcha dunyodagi eng zo'r stabilizatsiya deb hisoblanadi hozirgi paytda. Negaligini hozir ko'rsataman sizga. Mana qaranglar, biz hozir video razdeldamiz. Mana bu yerda blokirovkani yoqamiz, stabilizatsiya, keyin zapisni bosamiz. Ana endi qarang do'stlar, men bundoq chapga buramanmi, o'ngga buramanmi yoki to'liqligicha bundoq chappacha qilamanmi? Kadr bir xil stabilni turaveradi. Mana sizga hozir natijani ko'rsataman do'stlar. Marhamat, tomosha qiling. Ko'ryapsiz-a? Bunga umuman farqi yo'q. Xo'sh do'stlar, biz endi studiyaga o'tdik. Men bilasam nima qilib ko'rmoqchiman. Mana Jasur operatorimiz salom deyapti hammaga. Bitta aylantiramiz. Yana bitta aylantiramiz. Yana bitta aylantiramiz. Endi ko'ramiz, ha? Nima bo'lar ekan? Qaranglar do'stlar. Necha marta aylantirdim? Hop, mana aylanganlar qarang. Hop, hop, hop. Mana. Gap yo'q lekin stabilizatsiyaga. Super. S26 Ultra 2026-yilda chiqishi bilan tashqi ko'rinish bo'yicha, masalan, ichidagi software bo'yicha va masalan One UI bo'yicha masalan 8.5 chiqdi, no man kardinal o'zgarishlarni o'tgan yilgi versiyasi bilan unchalik ko'rmadim. Masalan, o'sha Galaxy AI, o'sha Circle to Search funksiyalari bor. Может быть, ozroq darobotga bo'lgandir. Eng katta sezilarli o'zgarish bu privacy displayga tegib o'tadi. Bu haqiqatan ham innovatsiya, boshqa telefonlarda yo'q. Va ikkinchi navbatda bu super stabilizatsiya gorizontal blokirovka bilan. Bu ham hech qanaqa telefonlarda yo'q. Mobilograflar endi anaqa DJI-ni anonsi bilan nima edi, stabilizator bilan yurish shart emas. Qo'li qiyshiq bo'lsa ham, anaqa kerakmas joydan qo'li o'tsa ham, bronza tushirsa super stabilizatsiyali rolik chiqadi masalan. Sonlarga keladigan bo'lsak, boya aytib o'tdim, no mana yana bir marta qaytaraman. Asosiy kamerasi 200 megapiksel. Telefoto linzasi 50 megapiksel va ultra keng burchakli ham 50 megapiksel. Buni ikkinchi telefotosi ham bor, u 10 megapiksel. Mana sizga ushbu telefonga tushirilgan rasmlar va video. Xo'sh, videosini test qilish uchun men hozir mana gorizontal formatda telefonni qo'limga ushlab syomka qilib ketyapman. Hech qanaqa Ronin, Ponin, DJI, PJI yo'q. Do'stlar, stabilizatsiyasi просто нереальный. Нереальный. Men haligi blokirovka stabilizatsiyasini yoqqanim yo'q. Bu prostoy video, просто mana o'zimni tushirib ketyapman. Qanday, do'stlar? 2026-yilni flagmani. Menimcha bundan hozircha zo'ri bo'lmasligi kerak. Da? Bundoq aylantirib ko'rsataman. Hozir biz 4K 60 kadrga yozyapmiz. Bu yerda uni nomi Ultra HD 60 kadr deb ataladi do'stlar. Mana. Mana shunday o'shasam ovoz qanaqa yozadi bir ko'ring. Keyin telefonni bursam ovoz qanaqa yozadi bir ko'ring. Va endi kelinglar yugurib ko'ramiz. Men yuguryapman hozir. Xo'sh, qanday? Izohlarda yozib qoldiring sifatni. Bu meni shaxsan o'zimning fikrim. S26 Ultra S25 ga qaraganda videoni yaxshiroq tushiryapti. Gap bo'lishi mumkin emas. Buni video tushirishi menga yoqdi. Men sen bilan oldin gaplashmoqchi emasman. Xullas, so'rashingiz mumkin. Yaxshi tushirsa videoni Instagramga qo'ysak yana raso bo'ladimi deb.
Javobini aytmayman. Nega? Chunki buni javobi Instagramda bor. Mana shu telefonimizni video tushirishi va iPhone 17 Pro Max'ni video tushirishini taqqosladimda Instagramga bitta reels qilib joyladim. Marhamat, mani Instagramga kirib o'sha reelsni ko'rib, javobini bilib olishingiz mumkin do'stlar. Endi faqat YouTube'da emas, Instagramga ham obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin-da do'stlar. Shunda bir zumda kirib ko'rib olishingiz mumkin. Qay tarzda chiqadi ushbu telefonga tushirilgan video Instagramda. Batareyasiga keladigan bo'lsak, ushbu telefonimizda standart bo'lib qolgan bir necha yillardan beri 5000 mAh hajmga ega batareya o'rnatishibdi. Men to'g'risini aytsam, sal ko'proqni kutgandim. Hatto 6000 qo'ysa ham bo'lardi-da, masalan, to'g'rimi? Mayli 5000 qo'yibdi. Ishlashiga keladigan bo'lsak, ya'ni ushlab berishiga keladigan bo'lsak, yomon emas. Mana men ishlatib ko'rdim 3 kundan beri. Bir kunga yetadi. Bir kunga bemalol yetadi. Даже aktiv ishlatsangiz ham, lekin bir kundan oshmaydi. Masalan, 1,5 kunga ham bormaydi. Men o'zimda sinab ko'rdim. Baribir bu telefonni siz har kuni zaryadkaga qo'yishingiz kerak bo'ladi. Istalgan telefonga o'xshab, masalan-da. Tak что ko'p narsani bu telefonni batareyasidan baribir umid qilib bo'lmaydi. Norma, hozirgi normaga nima deydi, вписываться qiladi. Menga yoqqan tomoni bu telefon 0 dan 75% gacha bor yo'g'i yarim soatda quvvat oladi ekan, lekin bu narsaga erishish uchun siz maxsus nima deydi, ko'proq watt beradigan adapter pitaniyasini sotib olishingiz kerak, chunki korobkasining ichidan hech qanaqa adapter pitaniya chiqmaydi, faqatgina telefonning o'zi, makulatura va shnur chiqadi, USB Type-C ga Type-C. Bo'ldi. Xulosa, xo'sh, bu telefonning rasmiy narxi bu $1200 do'stlar. Lekin bu telefon rasmiy ravishda sotuvga 11-martda chiqishi kerak. Lekin siz hozir masalan Malikaga borsangiz, bu telefon уже sotuvda bor. Ya'ni bu telefonning sotuvi Malikada prezentatsiyasidan oldin bo'lib ketdi. Endi shunaqa narsalar ham bo'lar ekanda, nima deydi, prezentatsiya qilmasdan уже telefon sotuvga chiqib ketadi. Bu asosiy главный Samsung headquartersning muammosi. Endi uni ular o'zlari hal qilishi kerak. Bizga tegishli emas bu narsa. Va hozir masalan siz Malikaga borsangiz, bugun kecha kunduzda bu telefon narxi $1400 turibdi. Agarda bir 2 hafta, 3 hafta kutadigan bo'lsangiz, 1200 balki undan ham pastroqqa tushib qoladi. Ya'ni hozir borib $200 preplata bilan bu telefonni sotib olish не стоит. Ya'ni 1-2 hafta kutsangiz, уже $1200 ofitsial narxga kelib qoladi. Bu telefonni sotib olish arziydimi degan savol. Endi qarang, aytaylik, siz вообще boshqa Android telefon ishlatasiz va qiziqib qoldingiz S26 Ultra sotib olishga. Menimcha arziydi, agar siz вообще boshqa tam Xiaomi ishlatasizmi, boshqa ishlatasizmi, Honor'mi bilmadim. No, masalan sizga aynan mana shu privacy display funksiyasi yoqqan bo'lsa, ya'ni boyagi kamerasidagi stabilizatsiyasi yoqqan bo'lsa, to o'tishga rezon bor. No, 100% emas baribir. Agarda sizda Galaxy S24 Ultra, S23 Ultra, S25 Ultra bo'ladigan bo'lsa, to S26 ga o'tish arziydimi? Albatta arziydi. Bu safar aytaman, bu safar albatta 100% arziydi. Nega? Chunki S25 Ultrada kamerasida bunaqa gorizontal blokirovka bilan stabilizatsiyasi yo'q, displeyda privacy display yo'q. Tushunyapsiz-a? Va как minimum sal akkuratniroq ko'rinishga kelgan, qo'lda ushlash unchalik razdrajat qilmayapti masalanda. Shunaqa. Atak boshqa rezonni bu telefonni sotib olishga yo'q do'stlar. Agarda privacy display bo'lmaganida, mana shunaqa stabilizatsiya kamerasi bo'lmaganida, to umuman S25 dan S26 ga o'tishga hech qanaqa rezon qolmasdi do'stlar. Buni sotuvi просто провал bo'lardi. Men 100% garantiya beraman. Так что Samsungni bu safar mana shu ikkita funksiya qutqarib qoldi va men ham 100% uverenli bo'lib ayta olaman. Da S25 Ultra dan S26 Ultra ga o'tsa bo'ladi va bu nima deydi, arzigulik rezon. Mana shunaqa do'stlar. Bizni videomizni mana shu joygacha kuzatganingiz uchun sizga kattakon rahmat. Kanalimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin, iltimos. Obuna bo'lib keting, sizdan hech narsa talab qilinmayapti-ku. Bitta knopkani bossangiz bo'ldi do'stlar. Men xursand bo'laman. Sizlar bilan Timur Xatamov edi, aka Teamline. Keyingi rolikda ko'rishguncha.